Tohira, siz aytayotgan foydali mahsulotlaringizni topish juda ham qiyin, qimmat, ilojim yo'q deysizmi? Keling, shamollab isitmalagan vaqtingiz. Faqat to'g'risini ayting, qancha mablag' sarflaysiz? Retseptimni tayinlasangiz, ishoning, shamollash uyingizdan 3 chaqirim nari yuradi. C vitamin bombasi, terini yoshartiruvchi, jigari jinnidek tozalovchi, qon aylanishini yaxshilovchi, ko'z salomatligini ham begona qilmaydigan, gormonal balansga ham foydali bo'lgan, tarkibida hatto omega 3 bo'lgan avli pH joyimdan tayyorlasangiz bo'ldi. Rahmat aytishingiz shart emas. Menga sog' salomat bo'lib yursangiz, o'shani o'zi yetarli. Ha mayli, juda ko'nglingiz bo'lmasa, duolaringizni eslab qo'ysangiz, juda ham xursand bo'laman. Yaqinroq keling, sizga sirini aytaman. Bu foydali damlamanni qaynoq suvga damlamaysiz. Vitaminlarini xafa qilgan bo'lasiz. Bu foydali vitaminga boy, oltinga teng bo'lgan choyni albatta tayyorlab ko'ring va shamollashdan bosh chiqmayotgan tanishingizga yuborib, ularni ham meni ham xursand qiling.